Kuchli mo'min zaif mo'mindan ko'ra Allohga yaxshiroq va mahbubroq. Tushunarlimi? Men qiziqmayman sportga. Seni qiziqishing so'ralmayapti. Bitta to'pda orqasidan o'ntasi shunga o'xshab. Siz esli bo'lib o'tiraverasiz. Osh yeng, go'sht yeng, davlengiz ko'tarilsin, yuguring edi. Bilasizmi, yugurishlik qanaqa bir odamga foydali narsa? Faqat kitob bilan o'tirganda odam jismonan ezilib qoladi. Boyagi yugurganida, turnirga osilganida bir jismoniy bir harakatlarda qilganda yoziladi. Nashot paydo bo'ladi. Endi shu bolalar bo'ladi birdek quvvatli, bir narsani o'sha ko'tara oladigan bo'ladi. Jismoniy tarbiya, fizikultura akalar. O'g'il bola telefon qiladi, aka yaxshimisiz? Ko'rishib olaylik. Ezalaysipat bolalar to'da bo'lib boradi. Erkak kishi o'tirib, to'g'ri gaplashib oladi. Siz bunaqa dedingizmi? Ha, yo'q demadim. 5 ta bering deydi. U to'palan qilib borib 8tasi ba'dan, 17tasi ba'dan. U erkak baslardi ishi u. Burundan kelib so'kindingiz. Burunga til tegizmay aka. Javob berolmay